Shuncha yordam qildinglar, yana ozgina harakat qilinglar, iltimos. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz hozir singlimiz Musibaning oldiga ko'rgani kirdik. Holatlari juda ham zo'r. Ko'z tegmasa. Hammalaringizga katta rahmat. Shuncha ozmi ko'pmi ehsonlarni qilyapsizlar. Mana singlimizda hozir bir holatlarni ko'rsataman. Muslima singlim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana xudo xolasa ancha-muncha pullarimiz yig'ildi. Mana vaziyatingizni ham mana ko'pchilik ko'ryapti, holatlaringizni. Shularga bir mana shu ehson qilgan bir duo o'qib turganlar sizdan bir duo qilib qo'yasizlar. Assalomu alaykum aziz yaqinlar, qarindoshlar, tanishlarim, yordam qilayotgan hammaga katta rahmat. Hammalaringdan minnatdorman. Alloh ajrini bersin. Shuncha yordam qildinglar, yana ozgina harakat qilinglar, iltimos. Azizlar, mana ko'rdinglar, mana videolarni qo'yib bordik. O'shaning uchun azizlar to'xtab qolmaylik. Imkon qadar shu videolarimizni bir tanishlarga bir aytib, boshqa guruhlarga tarqatib, iloji bo'lsa o'zingizni istoriyangizga qo'ysangiz ham siz kandagizdagi insonlar albatta bu videolarni ko'rishadi. O'shaning uchun azizlar, Alloh qodir qildi shuncha summani yig'ish uchun. Albatta qolganiga ham inshaalloh Alloh qodir qiladi. O'shaning uchun sababini qilaylik. Inshaalloh tez kunlarda shu singlimizni ham Hindistonga jo'natamiz inshaalloh. Hammalaringizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.